270 metr kvadrat 2 qavatli binamiz sotiladi, hurmatli obunachilar. Bu vaqtda men Yangi bozor tuman markazindaman. Supermarket orqasi bo'ladi, quruvchi ko'cha deb aytiladi. Pasti natural bo'ladi, ikkinchi etaji turar bo'ladi. Qo'shimcha bu yerda 5 metr haddi bor ekan, o'sha stoykagacha. Ertaga bir kun bu yerda garaj etaslama yoki kirib chiqadigan bir xot etaslama qulaylaştırasizlar. Men shu bilan agrajina bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, agro markaz deb yo'lda ustida ko'rsatilib turibdi. Shu supermarketning yonidan kelaversangiz, chap qo'lda bo'ladi bu. Hozir shuni sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Oldindan aytib o'tayman sizlarga, bu narxi necha so'm deb so'raganlar uchun buni telefonda gaplashamiz deb turib qo'lni. Konditsioner bo'ladi, hamma narsasi bor, to'q, suit, hamma narsa kelib turibdi. Shunday joyimiz bo'ladi. Xohlasangiz bu yerda turar etsangiz ham bo'ladi. Hozir vaqtda muammo emas buni turar etish. Usti pastdan ham turar bo'lib ketaveradi. Usti shusiz ham turar bo'lgan, pasti natural buni. Nodir biznes ishlarni qilaman desangiz ham, mana polkalar ham bor, hamma narsa tayyor. Do'kon etasizlar, nodir ishlab chiqarish etasizlar, nodir sotasizlar bu yerda. Xohlasangiz do'kon etinglar. Tayyor, biznesga tayyor-da bu prosta. Oyoq tiylar kafel bo'lgan. Konditsionerimiz qo'yilgan, lampochkalari bor. Batareyalar o'tib turibdi bilan issiq bo'lish uchun. Vodoprovodlar ham kelib turibdi. Kraniklari hamma narsasi, nosozlanmachi bor. Lestitsadan chiqib hozir balandini ko'rsatamiz ikkinchi etajini. Bu yerdan qalagan bir planli ishlaringizni qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz ofis etinglar, xohlasangiz o'quv markazi etinglar. Zo'rda, hamma sharoitlar yaxshi-da. Hozir kelinglar, bir xatar ko'rsatamiz. Bu yerda o'tiradigan bir qatlanadigan stol kursi qo'yib narsa etsangiz bo'ladi. Mana hozir turimizda bu yoqda xonadan ko'rsatayim sizlarga. Zinadan chiqqanimizda to'g'risida bir xona bor ekan buni. Elektronik katyorlari bor mana. Shunday hamma narsa o'tib turibdi. Ana shunday deb foydalanaverasizlar. Har bir xonalarni sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Oyog'imiz laminat pol bo'lgan. Lelolmi ekan bu? Lelolmi bo'lgan, Bu yog'imiz pol bo'ladi. Keyin ichkariga kirishimizda bu yog'imizda bir xonasi bo'ladi. Shunday. Keyin shu o'rtalikdan ham bir xona ne bo'ladi. Shu yerdan bir narsa etsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, menda bir zali bor ekan, mana ulli. Shunday bir qulaylaştırib xohlasangiz, bu yerda uy etsangiz ham bo'ladi. Pastini do'kon etib turib, xonasi ko'p, mana foydalanaman desangiz. Shunday sharoitga ega bo'lgan joyimiz bu, hurmatli obunachilar. Ajoyib. Tayyor holatda gilamnak to'shisizlar, yashasizlar bu yerda bo'lgani. Gaz, svet, suv, hamma narsasi o'tib turibdi. Kadastr dokumentlarida hech qanday muammosi yo'q. Hamma narsasi tayyor holatda. Prosta bu yerda sotib olish kerak bo'lgani. Kelishuvlar bor. Kelishilgan narxda beraman deb turibdi. Qiziqsangiz, pastda telefon nomerlarini qoldiraman, bemalol bog'lanaverasizlar. Shu aytib o'tgan manzil bo'yicha kelaverasizlar. Yangi bozor tumani sentrida bo'ladi. Supermarket orqasida kelaversangiz, shu yerda bir 3-do'kon bor, shundayroq bir